Ketdi. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining hurmatli muxlislari. Biz kech bo'lgani holatida bugun bir so'z erkinligi mavzusida oxirgi paytlar trendda bo'layotgan ba'zi bir masalalar yuzasidan jamoamiz bilan yig'ilib bir kechki dastur sifatida umuman fikr mulohazalarimizni o'rtaga tashlagan holatda, demak bugungi kundagi yangi O'zbekistondagi so'z erkinligi xususida o'zaro subyektiv fikrlarimizni almashmoqchimiz. Mana studiyamizda Bahodir aka, Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining asoschisi, Jahongir aka, Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining rahbari, Otabek akam, bosh muharrir va muxbirlarimiz Sardor Sharofov, men va Rohobjon Abdullayev. Qadrli do'stlar, demak Bahodir aka, umuman oxirgi paytlardagi O'zbekistondagi so'z erkinligi mavzusida nima deya olasiz? Qanday ketyapti hozirgi jarayonlar? Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, aziz xalqimiz. Mana prezidentimiz hurmatli Shavkat Miromonovich shu yangi O'zbekistonga rahbar bo'lib kelganlaridan keyin so'z erkinligi borasidagi ochiqlik siyosati tubdan isloh qilindi. Tan olib aytish kerakki, hamma o'zini so'zini aytish imkoniyatlari, hammaga mikrofon berilyapti, hamma gapirilyapti. Lekin shu joylarda bo'layotgan kamchiliklar haqida ham to'xtalib o'tish kerak. Sababi kimdir buni so'z erkinligini suiiste'mol qilib juda bir qizil chegaralardan o'tib ketish holatlari ro'y beryapti. Nima uchun? Misol uchun blogosfera mana rivojlanib kelyapti hozirgi vositalarida xalqimizni qiziq tomosha qiladigan narsalarini ko'pincha senzura bor. Men ochiq aytaman bu narsani. Senzura bor. Blogerlarimiz juda haligi jonli borib joylardan ochiqchasiga mana chiqishlar qilyapti. Xalqimiz shu blogerlarning chiqishiga juda ko'p qiziqish uyg'otib, mana har bitta blogerning auditoriyasi davlat organlarini solishtiradigan bo'lsak, juda katta farq bor-da ular. Pullar ajratadi. Keyin ularni har bitta mahalladan tortib butun tuman, viloyat, respublikagacha hamma joyda xodimlari bor. Ular qurollangan, ular aytyapman-ku, ularni nizomlari belgilab berilgan qonunda har bitta qadamigacha, har bitta kiyim-kechagigacha, qanday yurish turishgacha belgilangan. Lekin blogerlar unchalik ko'p emas. Keyin blogerlar hech qanaqangi bir moddiy tomondan, davlat tomonidan hech qanday bir ta'minlangan joyi ham yo'q. Qolaversa, blogerlarning faoliyati bironta bir qonunlarda belgilab alohida bir mana shu reglament bilan yo'l yo'riq yoki nizom, bir alohida bir qonun shu blogerning faoliyati qanday moliyalashtiriladi, u bironta bir normativ huquqiy hujjat mavjud emas bular faoliyati bo'yicha. Mavhumlik bor-da. Mana lekin huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan birgalikda, mana misol uchun hammamizni maqsadimiz bir-ku. O'zbekistonni ravnaqi, misol uchun korrupsiya bo'lmasin, byurokratiya bo'lmasin yoki boshqa bir xalqimizning muammolari tezroq hal bo'lsin, yurtimiz farovon bo'lsin, rivojlansin degan maqsad bor. Organlarda ham shu narsa bor. Blogerlarda ham shu narsa bor. Organlar ham o'z faoliyatini qilmayapti yoki ular qaysidir organ xodimidan norozi bo'ladi. Bloger o'sha narsani yoritib chiqqanda uni zudlik bilan olib borib tiqish yoki bu noto'g'ri deb o'ylayman-da, to'g'risida. Misol uchun u blogerni hech alohida bir oppozitsionniy armiya emas u. Uni misol uchun agar blogerni xato qildi desak 90%ni olaylikda, blogerlarni 90% oliy ma'lumotli emas. Oliy ma'lumotli emas. Ularni faoliyatini misol uchun nodavlat tashkiloti yoki bo'lmasam bir jamg'armalar tashkillashtirib turib
blogerlarni faoliyat olib borishini o'qitadigan, misol uchun mana shu jurnalistika fakultetlari bor o'zimizda, olib kelib shu blogerlarni rasmiy ro'yxatdan o'tkazishni yo'lga qo'yib, misol uchun 10 mingta obunachisi bor blogerni davlat ro'yxatiga olib, o'shalarni yig'ib bir seminarlar qilib, nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak, davlat o'zini so'zini aytish kerak. Bu senzura qo'ysin demayapman. Lekin qaysi qonuniy nima gapni gapirish noqonuniy, qaysi joyda misol uchun obro'sizlantirish, qaysi gapni gapirsa misol uchun yolg'on ma'lumot tarqatish hisoblanadi. Blogerlarni o'qitish kerak-da, sertifikatlash kerak. Ro'yxatlash kerak, hisobga olish kerak. Ularning faoliyati misol uchun har kim mana bozorga kirsangiz, plastik karta bilan dehqon bozoriga bironta odamni topmaysiz-ki, shu plastik kartaga dehqon bozoridan savdo qiladigan terminali bor, nimani topmaysiz. O'zi u dehqon bozorida turganini o'zi olib sotadi. Sababi dehqon olib keladi, uni olib qoladi. Olib qolib qo'yadi, keyin u qimmatga sotadi. Lekin terminali yo'q. Uni hech kim qilmaydi, muhokama qilmaydi. Lekin bloger birovdan 1 so'm pul xizmat haqqisi olsa, blogerni tezda qamaydi. Yoki firibgarlikda ayblashadi, yoki tovlamachilikda ayblashadi. Misol uchun otarchi deymiz yoki qo'shiqchi deymizmi, raqqosasi bilan paloncha to'yga borib, bitta to'yga boradi-da, bir kechada bir necha million pul ishlaydi. Ochiqchasiga videoni oldida pulni yig'ib oladi, hech qanaqa terminal bilan olmaydi. U pulni qistir bo'ladi, yig'ib oladi. Mana yaqinda Ozodbek Nazarbekov ham qistir bo'lib yotdi. To'g'rimi? Oladi, yig'ib pulni hammani ko'zini oldida oladi-da, cho'ntagiga soladi, ketadi. She'rni u yozmagan, qo'shiqni u yozmagan, muzikani u bastalamagan, kerak bo'lsa fonogrammada ishlatadi, ketadi. Lekin uni hech kim chora ko'rmaydi. Bloger bechara, misol uchun shuncha odam bilan guruhga bo'lib yo'l kira sarflab boradi, gastitsada yotadi, uni operatori bor, syomka qiladi, montaj qiladigani bor, yurist maslahatlarini oladi, hokazo. Serial reportajni tayyorlaydi, qanchadir summaga tushadi, u qaytib keladi. Vaqtini ayting. Ha, faloncha pul sarflaydi, ovqat yeydi, u boshqa qiladi, vaqti ketadi. Endi u pul olsa, u firibgar ekan. U nima desam ekan, tovlamachi ekan. O'chirdi deb turib, uni ham yana firibgarga chiqaradi. Misol uchun bitta rassom rasmini chizsa, o'ziga yoqmasa yirtib tashlashi mumkinmi yo'qmi? O'zini yaratgan narsasi. Mumkin. Yoki bitta usta minorani g'ishtdan teryapti, aylana qilib chiroyli, qarasa qiyshib ketyapti. Yiqib tashlab qo'yish mumkinmi? Mumkin. To'g'rimi yo'qmi? Zakatchilarga ular hech qanaqa yashirin iqtisodiyot emas, u soliqdan qochayotgani ham yo'q, lekin bloger shu ishni qilsa, u firibgar yoki tovlamachiga aylanib qoladi. Bu yerda hozir bir narsada, agar hozirgi kundan boshlab davlatimiz, muhtaram prezidentimiz tomonidan mana olib borilayotgan ochiqlik siyosatini joylardagi organlar, vazirliklar, idoralar mana shu blogosferani, umuman blogerlar faoliyatini qonunni qolipiga solmasa, bu kelajakda bundan da katta fojialarni olib kelishi mumkin. Bloger u jinoyatchi emas yoki jo'rtaga borib bironta odamni obro'sizlantirish uchun reportaj qilmaysiz-ku. Sizga u murojaat qiladi. Sababi nima? Sababi bir hamma idoraga chiqib borib ko'rgan, murojaat ijobiy hal bo'lmagan, shuni endi murojaat orqali ijtimoiy tarmoqqa chiqarib prezidentimiz qulog'iga yetsin deb sizni efiringizga chiqmoqchi. Bu efiringiz qanday? Auditoriyangiz bor, sizni ko'pchilik ko'radi, minglagan, millionlagan auditoriyangiz bor. O'sha auditoriya orqali o'zining gapini aytmoqchi bo'ladi. Lekin bu yerda borgan paytda blogerni sen kirmaysan, kamerangni yashirib qo'y, yo boshqa deb ikkov g'ijillashib qoladi. Ikkala tomondan ham ana o'tadi. Yo'q, axir ikkovini ham maqsadi bir-ku, xalqning xizmati-ku, xalqning dardini ko'tarib chiqyapti. Mana shu narsalarni aytmoqchimanki, qachonki blogosfera bundan keyin agar birorta qolipga solinsa, qolipga qonuniy
ana undan keyin yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Sababi hozirgi kunda ko'ryapsiz, bir nechta ommaviy axborot vositalari, erkin ommaviy axborot vositalari firibgarlikda va boshqa narsalarda ayblanib, qamalib qanchasini ko'rdik. To'g'rimi yo'qmi? Shuning uchun maqsadni to'g'ri qo'yish kerak-da. Hech qachon blogerni dushman deb bilmaslik kerak. Kelganda, misol uchun, yorug' chehra bilan chaqirib, nima bo'lyapti ekan? Nima muammo deb agar gap qolaversa, mana ijtimoiy tarmoqda va antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi hozirgi kunda kam sonli Jahongir gruppasi komandasi bilan ko'pchilik, mana Otabekka ko'raman, mana Sardorbek sizlarni ko'ryapman, Vahobjon mana Telegramda nimalar qilib o'tiradi. Endi qarang, ko'p nimalarni ko'ryapman. Nimada Facebookda yo boshqa joyda shu har xil nimalarni. Даже bizni ham betimizni bir boshqa bir odamlar betini qo'yib, bir narsalar qilib, fake akkauntlardan chiqarishadi-da. Men aytaman, maqsad nima? Maqsad yana obro'slantirish, keyin jamoatchilikni fikrini buzib, keyin oxir-oqibat yana firibgarlikda ayblab, yana qamashda. Bunaqa narsalarni men juda bir nima desam ekan, juda salbiy qabul qilaman. Bu ataylab qilinayotgan jarayon. Bu kimdir uni orqasida turibdi. Endi antikorrupsiya ommaviy axborot vositasini shu muxbirlarini yoki blogerlarini mana shu jamoatchilik asosida faoliyat olib borayotgan har bittasini jamoatchilik nazoratini olib borayotgan mana bloger, jurnalistlarni hammasini shuni birinchi etapda shu obro'slantirib, o'tmishidagi bir narsalarni kovlab, uni u yoqqa olib chiqib, keyin albatta keyin yana boshqa bir ommaviy axborot vositalarining boshiga tushgan kulfatni solishni maqsad qiladi-da. Sen unaqa emas, sen ochiq bo'lganda, ochiq bo'lib, misol uchun agar qandaydir taklifing bo'lsa yoki mana shu oldimizdagi kundalik bo'layotgan muammolarni yoritish, shu to'g'ri tomondan, ikkala tomonni vakili bo'lib, misol uchun, bo'lsin ichki ishlardan bo'lsin, bo'lsin prokuratura yo boshqa joydan vakil bo'lsin, bitta jarayonni yoritishda qo'yib ber, birgalikda boraylikda, birgalikda ko'raylik, to'g'rimi? Hamma xolislik bo'lsin. Yo'q, maqsad unaqa emas-da, maqsad olib borib sindirib tashlash. Bir 6 ta blogerni butun tizimga qarshi urush olmaydi-ku. So'z erkinligi nima uchun kerak? Bo'layotgan jarayonni xolis nuqtadan butun jamoatchilikka to'g'ri va adolatli yetkazib berish uchun kerak. Boshqa maqsad yo'q bu yerda. Mana shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, biz erkin ommaviy axborot vositalari so'raymizki, murojaatimiz ham shuki, shu blogosferani tartibga soluvchi qonun ishlab chiqilsa, mana shu Oliy Majlisimiz tomonidan, deputatlarimiz tomonidan faoliyatini bironta nizomga yoki qonunga kiritib, mana shu ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunni to'ldirib, qo'shimchalar kiritib, bloger kim, jurnalist kim, muxbir kim, ular faoliyati, ularni vakolati, majburiyatlari hammasini kiritib, bitta yakdil yaxlit qonunni ishlab chiqsa, adolatli qilib, so'z erkinligini to'liq ta'minlaydi. Konstitutsiyamizda berilgan davlat so'z erkinligiga o'zi ko'maklashishi kerak. Faoliyatiga nima yo'l ochib berish kerak deb qo'yibdi. Lekin bizda ataylab shu muxbirni to'xtatish yoki obro'slantirish yoki uni qamash yoki unga modda ilish yoki uni sudlash nima juda nima ketyapti-da, rivojlanadi. Shuning uchun aytmoqchimanki, agar qonunni to'g'rilab berishsa, blogerlar ham ahmoq emas, bilib bilmay bironta narsani xato qilishga. Shu aytadigan gaplarim. Qolaversa, mana hozir Jahongir To'laganov hamkasbimizni ko'plab negativ bir postlarni qo'yishyapti, boshqa. Men bu bo'yicha mana kecha bir singlimiz bilan ham bir soatlab gaplashdim. U singlimiz ham juda bir tajribali, bilimli, ko'p boshidan ko'p narsalar o'tkazganda. O'ylardimki, blogerlar hech qachon bir-birini nima desam ekan, ijtimoiy tarmoqlar orqali men ko'p maqolalar qo'yaman. Bir-birini ijtimoiy tarmoqlar orqali haligi ziddiyatga borib muhokama qilmasdan doim yuzma-yuz kelib
oralarda nima gap o'tgan bo'lsa, 100 olib borsa maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylayman. Men ikkalalarini ham yaxshi taniyman-da. Ikkalalari ham bir ajoyib insonlar. Juda ko'p men suhbatda bo'lganman, ham fikr qilganman, lekin o'ylardimki hamma ikkala tomon ham o'zini tushunib, shu bir-birlarini ijtimoiy tarmoqda salbiy tomonlama muhokama qilmasa degan fikrni o'rtaga tashlayman. Hozircha aytadiganlarim shu. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Fikrlaringiz uchun katta rahmat Bahodir aka. Oxirgi paytlardagi O'zbekiston ijtimoiy hayotidagi haqiqatdan ham vaziyatlar, umuman blogosferaga bo'lgan munosabat, oxirgi bo'lgan vaziyatlar haqiqatdan ham qonunchilikda alohida bir normalar ishlab chiqishni taqozo qilyapti. Jahongir aka, sizni fikringiz qanday? Bugungi kundagi O'zbekiston ijtimoiy hayotidagi so'z erkinligi, ko'ngilligilik, umuman mana antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining rahbarisiz. Shu jarayonlar haqida nimalar deya olasiz? So'z erkinligi mana shu oxirgi vaqtlarda shaxsiy fikrim haqiqatdan bo'g'ilish jarayonlarini ko'rib turibmiz. Ya'ni sal xato qilgan yo deylik o'sha bilmasdan yo bilib haqqini talab qilgan juda balandroq ovozda kattaroq haqiqat bilan talab qilsa unga nisbatan albatta har bir choralar va boshqalar arizalar va boshqalar bo'layotganini bugun birinchi kun ko'rmayapmiz. Buni oldin ham aytganmiz va hozir ham aytamiz. Ming afsus bu holat borligi uchun. Mana hozir ustozimiz Bahodir aka aytdilarki, blogerlar ham borib to'polon qilish xohlamaydi. Nima uchun chiqadi? Mana shaxsan antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi va shuni rahbari, mana do'stlarimiz bilan qo'limizni birgalab ishlab, mana shu komandada yuribmiz. Men rahbariyatga ham qarab aytardimki, biz hech qaysi tashkilotga borib, hozir shu yoqqa kirib, biz baqir-chaqir qilib, shu bilan urushib, asabimizni buzib, mashdan chiqamiz deb bormaymiz. Biz boramizki, bu ikkinchi tomon. Biz birinchi tomon murojaatchini vajlarini oldik. Balkim ikkinchi tomonning haqiqati bordir. Bu birinchi maqsadimiz. Ikkinchisi, agar bu murojaatchi haqiqatan haq bo'lsa, buni masalasini noto'g'ri qilayotgan holatni, ya'ni bu murojaatchi ham hamma joyga borgan, mana ustozimiz aytganlaridek, o'sha murojaatni yechilmagandan keyin bizga keladi. O'zidan o'zi hech kim kelmaydi. Va o'sha biz borgan vaqtimizda ma'lumot olamiz deb boramiz. Menga afsus, ular tomonidan qonun buzilish holatlari boshlanadi. Senzuraga yo'l qo'yish boshlanadi. Sizga murojaat qilgan murojaatchini oldida, men hurmatli prezidentimizga shaxsan shuni aytardim. Sizga murojaat qilgan murojaatchini oldida sizni obro'sizlantirishga shu zahotiyoq harakat boshlanadi. Va bu tabiiy holki, bizni qonuniy haq-huquqlarimiz buzilgandan keyin qonunni o'sha davlat idorasidagi bir mas'ul yo mas'uliyatsiz buzib turganini ko'rgandan keyin biz bundan asabiylashamiz va haqqimizni talab qilishni boshlaymiz. Oddiy chaqaloqqa ham qorni ochsa, sutini bermasa, u yig'laydi, ovozini ko'taradi. Va biz mana shu yo'nalishda tortishuvlarga va o'sha huquqiy bilimimiz borligi uchun qonundan kelib chiqib, shaxsiyatimizdan kelib chiqib emas, yoki deylik o'zimiz shaxsiy qarashlarimizdan kelib chiqib emas, qonundan kelib chiqib haqqimizni talab qilishni boshlaymiz. Va tabiiyki, o'rtada mojaro boshlanadi. Buni qo'yganda keyin uni poylab turgan nima desam ekan, ularni o'zimni tilimga olgim kelmaydi. Trollar deymizmi, yo deylik kimdir zakaschilari deymizmi, aynan chiqadi-da, mana bu baqir-chaqir qiladi, bu bunaqa qiladi, bu bunaqa qiladi deydi. Oldin bu holatda mana shu mavzuda fikr bilishdan oldin sen shu holatga ichiga kirib yashab ko'r. Bir ikkita odamlarning murojaatini eshit va o'sha murojaatini bechorani qanchalar qiynalganini, qanchalar tashkilot mashuncha paket qo'lida hujjatlari borligini ko'r. U bilan birga bir ikkita tashkilotga borib, uni dardini shu tashkilotga yetkazaman deb harakat qilib ko'r. Ana undan keyin sen bu haqda fikr bildirsang, ozgina yarashadi. Va o'ylaymanki, agar bunaqa qilib tajriba orttirib, buni ichida yurgan odam hech qachon bunaqa fikrlar bildira olmaydi. Chunki bu yolg'onligini, bu noto'g'riligini o'zi ham biladi bildirayotgan fikr. Endi yana bir narsaga aytmoqchiman. Mana ko'pchilik do'stlarimiz
ijtimoiy tarmoqlardan so'rayotibdi, mana hozir ayniqsa o'sha Facebook sahifalarida shaxsan mani shaxsiyatimga nisbatan trollar hujumi boshlangan. Har xil bo'lmagan gaplar. Mard bo'lsa, masalan, shu trolllarga aytardim, kel oldimga, mana manzili mani, telefonim bor, telefon qil, o'zim bilan o'tirib yuzma-yuz gaplash. Nima darding bo'lsa, sen menga qo'yayotgan ayblovlaringni qo'lingda bir isbot daliling bo'lsa, marhamat kel. Biz ochiqmiz va siz bilan gaplashishga tayyormiz, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Endi yana bir holat bo'yicha juda ko'pchilik o'sha so'rayapti, shaxsiy anularimizdan, izohlardan, boshqa videolarimizda Bahodir aka aynan Feruza Jo'rabekovna bilan o'rtangizda nima bo'lgan, nega bunaqa bo'lyapti degan bir fikrlar bo'lyapti. Men bitta narsani aytaman, hech kim tushunmayotgan bo'lsa ham, ko'pchilik oddiy samimiy insonlar agar tushunmayotgan bo'lsa ham, bu fikrim mani samimiy insonlar uchun. Bir taraflama yoki kimdir zakazini bajarayotganlar eshitmasangiz ham bo'ladi. Biz Feruza Jo'rabekovna bilan bir necha yildan beri haqiqat uchun, adolat uchun, to'g'rilik uchun, qonun ustuvorligi uchun yelkama-yelka kurashib kelganmiz. Va deylik, kimdir men haqimda yo senga shunaqa dedi deb Feruzaga yetkazayotgan bo'lsa agar, men aytardimki, bunaqangi yolg'on ma'lumotlar berishni yoki Feruzani fikrini buzishni bas qiling. Mani agar shu holatdan Feruza o'sha ijtimoiy tarmoqqa chiqib gapirayotgan gaplar bo'yicha chiqib asabiylashib, Feruza bilan urushadi. Bu chiqadi-da, hozir bu ham gapirsa, keyin bu ham gapiradi-da, keyin bu ham gapiradi, o'rtada trollvachchalar bizni videolarimizni olib o'zlarining sahifalarida qo'yib, bizni obro'sizlantirishga. Umuman bu holatda bitta Feruzani emas, yo bitta meni emas, ikkalamizni obro'sizlantirishga erishmoqchi bo'lganlar diqqatiga aytamanki, chuchvarani xom sanabsiz. Biz buni juda yaxshi tushunamiz va biz siz xohlagan ishni, shaxsan men siz xohlagan ishni qilib bermayman. Bizni o'rtamizdagi kelishmovchilik nima bo'lishidan qat'iy nazar, buni men shaxsan men ijtimoiy tarmoq orqali muhokama qilmayman va muhokama qilishlariga yo'l qo'ymayman. Biz o'zimizni o'rtamizdagi narsa, biz o'zimiz shaxsan men o'zimiz o'rtadagi masala bo'lsa, ko'rishib bir kun gaplashib olishimiz mumkin. Yo'q, bu narsa umuman gaplashilmasdan shu holida ham qolishi mumkin. Tavba qildim, Allohdan qo'rqmaydi bular. O'zi kimsan sen deb lichkasiga yozib, mana biz aytamiz-ku, kimligimiz aniq, telefon raqamlarimiz aniq. Masalan, bundan sen kimsan deb so'rasangiz, agar o'zini kimligini aytolmaydi. U ayolmi, u erkakmi, umuman kimligini aniq qo'yib olgan, o'zini bir narsa, bir balo qilichi, bir narsasi endi qo'polashib ketishi mumkin, kerak emas, xohlamayapman. Xullas shunaqa trollvachchalar o'zi kimligini o'zi bilmasa ham kerak va qaysi pozitsiya, nima xohlashini ham o'zi bilmasa kerak. Bular aynan shular tomonidan bu foydalanish bor. Va biz bu foydalanishlarga qarshimiz. Mana ko'p yillar oldin ko'pchilik bizni eskidan kuzatadigan do'stlarimiz biladiki, Qobil do'st bilan ham o'rtamizda muammo bo'lgan. Va o'sha Qobil do'st boshiga qiyin og'ir kunlar kelganda biz qarab turmadik. Biz do'stimiz sababi mayli o'sha xato qilgandir, o'sha vaqtda boshqa qilgandir, lekin biz baribir bir nonni bo'lishib yeganmiz. Buni qadri baland men uchun. Ijtimoiy tarmoqqa chiqib hozir sen nima deyapsan? Bu deganim bilan u masala yechilib qolmaydi. Yo bitta odam rahmat demaydi, dushmanlar kuladi xolos. Ana shu imkoniyat sizlarni tushingizga ham kirmaydi do'stlar. O'sha do'stlar deymiz, qo'sh tirnoq ichidagi. Feruza masalasida o'zimiz o'zaro bir kun kelib, balkim kelishib olarmiz. U o'zimizning shaxsiy masala. Kutayotganlar umidingizni so'ndiravering. Biz bu masalada hech sizga bunaqa material bermaymiz va sizga bunaqa imkoniyatni shaxsan ham bermaymiz. Jahongir aka, rahmat. Ko'pchilikni qiziqtirgan, ya'ni ko'pchilik savol bilan murojaat qilgan masalaga oydinlik kiritganingiz uchun. Otabek aka, siz ham mana xalq dardini ko'tarib chiqayotgan taniqli jurnalist, blogerlardansiz. Umuman yana shu savolga qaytamiz. O'zbekistondagi bugungi kundagi ijtimoiy hayotdagi demak so'z erkinligi borasidagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlashasiz. Bu albatta mana hozir Bahodir akani, Jahongirni mana fikrlarini eshitdik. Albatta
Men ham o'zimni fikrlarim, men bir narsadan boshlamoqchiman-da. Aslida mana o'sha Shavkat Miromonovich O'zbekistonga prezident bo'lib kelgandan keyin o'zgarishlar juda ham, tubdan o'zgarishlar juda ham keskin o'zgarishlar bo'ldi. Shularning bittasi so'z erkinligi. Hatto bu tushimizga ham kirmagan avvallari. Bo'ldi, mana imkoniyatlar berildi. Chunki albatta o'zini fikri, o'zini rejalari bo'lgan. Davlatimiz rahbari. Ana u amalga oshdi, haqiqatdan bu effekt berishni boshladi. Shuning uchun ham inson o'zi любой bitta boshlagan ishini agar u samarasini sezmasa, samarasiz bo'lsa, uni to'xtatadi. Unga qaytib nima qilmaydi. Mana shu narsalar samara berdi. Mana ijtimoiy tarmoq faollariga berilgan erkinliklar, u aytdi-ku, ertaga qaysidir bitta rahbar nimanidir imzolashdan avval yoki bitta qaror qabul qilishdan avval o'ylaydi. To'xta, bu agar noto'g'ri qilib qo'ysam, hozir ertaga ijtimoiy tarmoqlarda chiqadi yoki yoritiladi, ertaga men sharmanda bo'laman. Yoki undan ham yuqori turuvchi rahbarlarga bu yetib boradi. Avvallari masalan bo'lgandir shunaqa narsalar, shuning uchun bu narsalarda mana ochiqlikni berdi. Lekin men hayron qolganim, bu davlatimiz rahbarini olib borayotgan odilona siyosati kimlargadir yoqmayapti degan fikr, meni shaxsiy fikrim. Bo'lmasa hech qachon mana biz hammamiz bitta komandamiz. Bittamizni fikrimizga hech qachon qarshi chiqmaymiz. Uni har qanaqasini bildirmaymiz. Ras shunaqa bo'lgandan keyin mana shu narsalarni oxirgi paytlarda sezilib qolyapti. Davlatimiz rahbarini olib borayotgan siyosati bu kimlargadir, u butun bitta tizimga aytmoqchi emasman. Kimlargadir yoqmayapti. Yana ular, albatta ular kichkina odamlar emas. Masalan, shahar yoki tumandagi miqyosidagi odamlar emas. Bitta tuman yoki shahardagi qaysi bitta rahbar uni butun bir respublikada uni anaqasini bera olmaydi. Ming afsuski. Endi o'zi aslida men shu rahbarlarga men nima demoqchiman? Hammasiga emas, albatta shu tizimlarda ayrim rahbarlarga o'zi eng chekka hududlarda, shahar, tumanlarda mas'ul rahbarlaringiz qaysi tizimdan bo'lishidan qat'iy nazar, zo'r, qonun jihatidan adolatli, vijdonan davlatimiz rahbariga haqiqiy komandadoshman deb olib borayotgan siyosatini qonunlarga, qarorlarga va hokazolarga bo'ysunib ishlagan bo'lganda edi, biz nimanidir tanqid qilishga bizga hojat qolmas edi. İnsanlar bizi oldimizga kelmas edi. Ya'ni umumiy aytmoqchiman. Jurnalistga ham, blogerga ham, ijtimoiy tarmoq faollariga hech kimga kelmas. Biz balkim shu qiziq, shu mana shu holatimizni biz qaysidir bir reklama bilan shug'ullangan bo'lardik. Olib chiqmagan bo'lardik bu narsa. Endi lekin bitta narsani hech qachon esdan chiqarmas kerakki, masalan, mana shu ijtimoiy tarmoq faollarini ularni bir endi bizda top deydi, koptok. Qattiq rezinkali koptokka o'xshatsangiz, uni kechirasiz, qancha yerga qattiq urgan saringiz, u shuncha balandga sakraydi. Hech qachon uni bor jon jahdingiz bilan ursangiz u yerda yopishib qolmaydi. Demoqchiman, yo'qolib ketmaydi. U shunchalar qattiq balandga sakraydi. Buni nahotki shuni kimlardir u yoki bilib turib, yoki nahotki shunday qilyapmiz. Haligi aytgan hamma yo'q. Qanday bor, shunday ko'rsatilganidek uzoqqa borishi, kimdandir o'rganish shart emas. Oliy qomusimiz bor, konstitutsiyamiz olsin. Qonunlarimiz bor, nimalarimiz bor, kodekslarimiz bor. Va hokazo o'shalar hammasini olsa o'zi yetadi. Shunga asoslanib ishlasa o'zi hojat ham qolmas. Endi hozir nima qilyapti? Birimiz ikkinchimizga qayrayapti. Shunda birimiz ikkinchimiz. Lekin mana Bahodir aka, siz o'zingiz boshchiligingizda buni bot aytgansiz, bu hammamizga maqolalar, bu hammamizga bu shior qulog'imizga bitib ketgan. Ya'ni bizda ijtimoiy tarmoq faollari, bloger, jurnalistlar umuman bir-biri bilan u o'zaro emas, umuman boshqa ommaviy axborot vositalari
xodim vakillari bilan hech qachon ijtimoiy tarmoqlarda mana qanga to'qnash kelib bir-birini ura sol, so'z tashlab, maqola atvet unaqa tortishishlar bo'lmaydi. Bu hammamizga bitib ketgan qulog'imiz. Lekin bu kimlargadir yoqmayapti. Albatta yoqmasa yoqmas, ular kutib yashashsin. Lekin biz albatta Xudo xolasa u xatoga yo'l qo'ymaymiz. Endi hozir oxirgi paytlarda qarasangiz, da bu narsalar shu bo'lgan 2019-yilda mana men bilganlarim o'sha birinchilardan bo'lib Otabek Nuriddinov, Otabek Sattoriylarda masalan bo'lgan mayli kimdir qanaqangidir xato qilgan bo'lsa, Elyor Tojiboyev, mana hozirda Elyor Tojiboyev o'sha paytda ham endi ularni hozir sanasak ko'p. Mayli agar qonunni buzgan bo'lsa yoki boshqa qilgan bo'lsa, jinoyat qilgan bo'lsa yoki har qanday ma'muriymi, fuqarolikmi, iqtisodiymi javobini bersin, javobini beryapti. Lekin hozir oxirgi paytlarda qarasangiz, haligi modaga o'xshab oddiy bir holatlarda statyalar tayyor. Ya'ni bu hali shablonli, dejurniy statyalar. Blogosperaga kirdimi, shu statyaga tayyor Bu bo'lgan. o'sha shunga endi kechirasiz o'zi aslida temir yerda yotibdi temir. Uni olovga tiqqasizda, tiqqan sari qiziydi, uni urib, yana sovuqga yana oxiri shakl kelib u xanjar bo'ladi. Shuni ega olasangiz bo'ldi, u xanjar. Bu narsani kesadigan u kimga kerak? Davlatimiz rahbarini maqsadi bu emas-ku. Maqsadi bu emas. Biz masalan aynan antikorrupsiya ommaviy axborot vositalari barcha vakillar biz shunga qarab ketyapmiz. Albatta davlatimiz rahbarini o'sha nima deydi? Olib borayotgan siyosatini biz albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Maqsadimiz bitta, yo'nalishimiz boshqa bo'lishi mumkin. Maqsadimiz xalqni farovonligi. Endi uning ichidan har xil gaplar topib, tam haligi endi qolgan gaplarni to'g'ri bir narsalar uni kiydirib, qiyofa berib, boshqa qilib, eng yomon tomoni bilasizmi, Bahodir aka, Jahongir nimada? Ijtimoiy tarmoq faollari hozirda faollar. Tam ozgina o'sha praktikasi bor, 10 kunlikmi, 1 oymi, 1 yilmi, 5 yillik. Bular hammasi o'zi troll nima u? Qanday biz uni ajrata olamiz? Uni faollar hammamiz juda yaxshi bilamiz. Eng yomon tomoni shu faollar o'sha trollarni so'ziga uchganligi yomon. Eng yomon. Uni tushunamiz. Mayli bu sferaning ichiga kirgunga qadar men ham tushunmaganman. Yo'q, shunaqamikan deb turib haligi nimani tashlasa, nimanidir qo'lga oladi. Shunga ishonib ketaverganmiz. Yo'q, o'sha kirganimizdan keyin montaj nima u, kontekstni kesib ular hozir любой bitta zo'r suhbatni ichida xohlasangiz uni kesib minusiga, xohlasangiz uni plusiga ishlash bemalol bo'lib qoldi. Hozir bo'lgan zamon rivojlandi, keyingi asr hozir rivojlanyapti. Lekin ming afsuski har xil o'sha haligi qarshi hujumga chiqib ketayotgani bu albatta juda ham achinarli. To'g'ri. Ikkita holat bo'yicha mana qo'shimcha qilib qo'yay, esimdan chiqib qolibdi. Ana bitta holatda bittasi yozibdi, o'sha Jahongir To'laganovga o'sha surishtiruv ishlari ketyapti, tergovdan oldin degan bu yolg'on. Bizda hech qanaqa surishtiruv, tergov bilan bog'liq masalamiz yo'q. Faoliyatimiz davom etyapti, murojaatlarni oldingidek o'rganib yuribmiz. o'sha bir gapingizni olaman. Jahongir To'laganov bo'yicha umuman ommaviy axborot vositasi bo'yicha tergov ketyaptimi yo biror narsa bo'lyaptimi? Shaxsan menga telefon qilib so'ranglar. Mana shu ommaviy axborot vositasining ta'sischisi bo'laman. Shu yaratuvchisiman, asoschisiman. Jahongir To'laganov rahbari. Menga telefon qilib so'ranglar. Telefon raqamim 99lik 456 9001. Har qanday nimani savollaringizga rasmiy ma'lumot berib o'taman. Rasmiy. Keyin shu gapingizga bitta narsa aytmoqchi edim, do'stlar. Mana hozir Bahodir aka Sapayev antikorrupsiya ommaviy axborot vositasini tashkil bunyod etgan inson, men rahbar bo'lib ishlasam, buni yaratgan inson. Endi nima demoqchiman? Mana o'zlarini ism, familiyalari, yuzlari va telefon raqamlari bilan bemalol mana murojaat qildi. Endi aytmoqchi bo'lgan narsam, trollar og'ziga kelgan narsani yozib,
boshqa qilib ulardan so'rasangiz, ular na telefonini, na yuzini, na o'zini ko'rsata oladi. Yo, na jonli efirga chiqa oladi. U chet elga borib olgan bir ikkita uni ustidan meni shubham borlar. Xohlagan gapini gapiryapti, lekin kesildi, qo'l bolacha yuzimizga gaplashyapmiz bilan. Kerak bo'lsa, agar anaqa javobim o'zim Moskvaga borib kelishim mumkin. Yana bir holat, ikkinchi holatni aytmoqchi bo'lganim, Feruz Jo'rabekovning bir videosida aytibdilarki, Jahongir To'lagan, endi men ism familiyam aytilmagani, menga deb o'ylab hamma tashlab beryapti. Ya'ni unga nisbatan kompra yig'ayotgan emishman. Do'stlar, kompralarni o'sha meni ham yonishimni xohlab, men ham chiqib bu haqda bir tanqidiy, bir qattiq fikrlar urishtirishni xohlayotganlar bizga ham beryapti qanaqadir materiallar. Mana bunaqa holat bor, mana buni gapirsangiz bunaqa bo'ladi. Men bittaga aytaman. Agar Feruza Jo'rabekovni hozirgi shu holatida yer bilan yakson qiladigan material kelgan taqdirda ham men uni qo'ymayman. Chunki biz bir nonni bo'lishib berganmiz. Biz bir masalani ustida yelkama-yelka turib kurashganmiz. Buni qadri men uchun juda baland va men bunaqangi pastkashlikka bormayman. Ya'ni o'zimni bittik, to'g'rimi bu qadar ekan? Bir yo'nalishda yurganingizni qanaqa qilman tanqid chiqaman. Umrlik do'st deysiz. Bu o'tgan mayda chuda gaplar, boshqalar hammasi o'zimiz o'rtamizdagi, ja bu dunyoda hech olmasak, Allohning oldida hech olamiz. Bunga kirib olib, krasini olib kelib, sepib, meni yondiraman deb o'ylamang. Men bu masalada hech qachon yonmayman va bu masalada hech qachon o'zimni ertaga Otabekka bilan ham masalan qanaqadir tushunmovchilik bo'lsa, men Otabekni ham ta'qib qilib chiqmayman. Yo, mana shu turgan komandadoshlarimizga ham bizning kimligimizni xalq bilsa bas degan gap bizga kifoya. Masalan, Feruz Jo'rabekovni ham yomon odam emas. Agar u yomon odam bo'lsa, demak men yomonman. Demak, u hozir qizishayotgandir, balkim bilmadim nima bo'lyapti, uni o'zaro bir kun gaplashib olarmiz. Feruzani men hurmat qilaman, Xudo saqlasin, ertaga boshiga bir tashvish tushsa, birinchilardan yonida turadigan odamman men. Buni foydalanib videolarimda efir qilgan ekan, ular sketchat qilib, uni o'zlarining profillarida qo'yib, bir narsalar yozib, qo'shimchalar qilib bunga bir qilishibdi. Aytaman-da, bundan foydalanmoqchi bo'lganlar endi o'ylaganki, meni yonib chiqadi deb o'ylaganda. Men qilmayman. Bizni boshqa murojaatlarimiz bor, ishlarimiz bor, to'g'rimi? Ko'zlagan oliy maqsadlarimiz bor. Davlat rahbarining ochiqlik siyosati yo'nalishidagi yo'nalishimiz bor va biz bundan ketamiz. O'zimiznikilar bilan urushib yurmaymiz. Shuni aytib qo'ymoqchi edik. Yana bir narsa, taftish uz masalasida ham ko'pchilik meni fikrimni so'ragan. Nima bo'ldi? Men to'g'risi tergov hozir ketayotgan bo'lsa, tergov ishlari yakunlansin. Sudda mana bo'lsa, sudga mana shu aniqlik kiritgandan keyin sud hukmi bilan albatta biz ham bo'lgan holatni yoritib beramiz, adolatli va adolatsiz ekanligini. Undan tashqari ko'pchilik o'sha taftish uz masalasida ichki ishlar berayotgan bayonotlari to'g'rimi, bu noto'g'ri-ku degan bir savollar bo'lyapti-da bu Qodir aka. Ya'ni shu Toshkent shahar matbuot kotibi agar videolarni tayyorlayotgan bo'lsa, albatta bu noto'g'ri. Sud qarori bo'lmasdan turib, birovni masalan deylik, sud nuqta qo'ymasdan turib, kimdir jinoiy guruh, jinoyatchi, bu bunaqa deydi, bu gumonlanuvchi. Qonunda hozirgi kunda gumonlanuvchi. Gumonlanuvchiga jinoyatchi deb bo'lmaydi. Buni sud ertaga hal qiladi. Yana aytamanki, sud hal qilgandan keyin ham hech kimni haqqi yo'qki, uni jinoyatchiligini e'tirof etib, ijtimoiy tarmoqlarga aylantirishga. Chunki shaxsga doir ma'lumotni sir saqlash degan masalalar bor bizda. To'g'rimi? Uni kelajagi bor. Ertaga masalan, deylik, tarbiyalanib, agar xato qilgan taqdirda ham tarbiyalanib to'g'ri yo'lga o'tishi mumkin. To'g'ri yo'lga o'tgandan keyin ham bugungi chiqayotgan mana bu videolar uni bola chaqasiga ta'sir qilishi mumkin ertaga. Shuning uchun men shu masalada o'zlarini tiyib olishlarini va bugun mana shu videolarni tarqatayotgan ayrim blogerlarga, ayrim jurnalistlarga, ayrim ijtimoiy tarmoq faollariga aytardimki, do'stlar, sal qo'lingizni torting bundan. Bularni boshiga tushgan masala ertaga sizni ham boshingizga tushishi mumkin. Bunga hech kim kafolat emas. Hech kim bunga garantiya bermaydi. Ertaga masalan bu narsa bizni ham boshimizga tushishi mumkin. Bizni boshimizga tushsa, shu ishni siz qilishingizni biz bilib turibmiz, lekin bu noto'g'riligini sizga tushuntirib qo'yamizki,
Avvalambor biz to'g'ri siyosat olib borganmiz va hech qachon hech kimga murojaatchilarimiz kelganda ham, ommatan ham, efirlarimizda ham, videolarimizda ham aytganmiz, biz hech kimning murojaatini hal etib bermaymiz va biz murojaatingni hal qilib beramiz deb hech kim bilan shartnoma yoki kelishuv qilgan emasmiz. Biz bor holatni borligicha xolisona yordam berish masalasini har doim aytganmiz. Ha, to'g'ri, murojaatlarimiz o'rganish jarayonlarida 70-90% kerak bo'lsa, joyida yechim topgan holatlari ham bor. Unaqa borganimizda shu ijtimoiy tarmoqqa chiqarmasdan xatlarimizni oldin ham aytganmiz. Saqlanib kelayotgan videolarimiz ham bor. Maqsad muammoni yechimi bo'lganligi sababli va muammolar yechilgandan keyin biz bu materiallarni ijtimoiy tarmoqqa joylamaganmiz. Mana shu bizning siyosatimiz. Mana bunda hech qachon bizdan bunaqangi masalada ayblov topishi yoki boshqa qilish holatlari bo'lishi mumkin emaslar bilan bir isbotlab bera olaman har qanaqa organga. Demak, o'sha ichki ishlar matbuot kotibi albatta bu borada sal o'zingizni tiysangiz yaxshi bo'lardi. Bu faqat bu biz taftish o'z masalasida emas, bu umuman ommaviy axborot vositalariga nisbatan, umuman jurnalistlarga, blogerlarga nisbatan shuni aytardim. Yana bir narsani aytaman, mana Qobil Do'stbek ham kirishganda, qamashganda boshqa jurnalistlarni, blogerlarni uyga boradi, mustaqillarni albatta. Borishganda 30-40 kishi bo'lib bunaqa kelishgan holatlar aytishadi. Aytamanda u terrorist bo'lgansa, vatan xoini bo'lgansa, bu birgina haqiqatni gapirgan, mayli noto'g'ri qilib qo'ygan joy bo'lgan taqdirda ham bu boshqa 165 ga nisbatan bunaqa holatlar yo'q-ku. Masalan 165-modda bilan, yo deylik 168-modda bilan sudlanayotgan boshqa holatlarni ana nechtasi keladi murojaatchi. Mana uyimga 30 ta 40 ta bo'lib keldi demaydi-da. Nimaga bunaqa qo'rqitib borishadi? Maqsad nima? Chaqirsa o'zi ham keladi. Oldi uchastkova chaqirsa ham keladi. Agar mana shunaqangi holat bo'lsa, shaxsan menga nisbatan bo'lib qolsa agar navbatda sizlar shuni xohlayotganlar ham bo'lishi mumkin-da. Chaqiring, o'zim boraman. Nima texnika bilan borish kerak bo'lsa, hammasini olib boraman. Va siz u texnikalarning ichidan bir narsa, bizni siyosatga qarshi siyosatimiz yo'q va bizni texnikalarimizning ichida ham hech qanaqa ortiqcha ma'lumotlar yo'q. Buni siz ola olmaysiz, olishga erisha olmaysiz ham. Chunki uni ichida hech nima yo'q. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. E'tibor uchun rahmat. Biz agar sal ortiqcharoq gapirgan bo'lsak, bu uchun uzr so'rab qo'yamiz oldindan. Omadinglarni bersin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Meni fikrlarim o'z yakunini topdi. Hozir mana bu yerda Sardor bor, Alisherning o'zining fikrini eshitamiz. Shundan keyin efirimizga yakun yetishimiz degan umidimiz bor. Jahongir aka, rahmat fikrlaringiz uchun. Sardor aka, mana siz bilan antikorrupsiya jamoasida bir jamoa bo'lib ishlayapmiz. Sizga savolim shuki, umuman bugungi kundagi jurnalistik faoliyatimiz, blogerlik yo'nalishimizni og'ir yengil tomonlari nimada, ishlash qanaqadir osonmi yoki qiyinlar? Pulga olib chiqasizlar degan savol hozir muxlislar tomonidan berilmoqda. Bu savolga men javob beraman. Hozirgi holat bo'yicha Sardor javob beraversin. Men jurnalist emasman, Alisher aka. Agar faqatgina mana shu qog'ozda yozib berganini o'qib beradigan bo'lsam, men oddiy blogerman. Muxbirman, firibgar emas. Bu gapimni tagida ko'p ma'no bor-da, Jahongir aka. Ayrim jurnalistlar tomonidan mana shu davlat televideniyasi deymiz, xususiy televideniyada Instagram sahifalarida aynan mana shu narsa gapirib o'tiryapti-da. Ayrimlar tomonidan. Bular jurnalist emas. Keling, men jurnalist bo'lmay qo'ya qoling. Agar faqatgina o'sha senzura doirasida jurnalistga bitirgan senzura ayrimlar bo'lmaydi. Senzura doirasida faqatgina mana shu qog'ozga yozilganini gapirib beradigan bo'lsa, men blogerman. Mustaqil blogerman. Faqat o'sha odamlarni bir qiynayotgan muammolarni keng ommaga taqdim qiladigan oddiy bir blogerman. Hozir e'tibor beryapman, Facebookda ham, boshqa narsada ham odamlarni manipulyatsiya qilyapti-da, aynan shu bo'yicha. Bular jurnalistikani bitirmagan, bular hech qayerda bitirmagan. Men oliy ma'lumotliman, 2 ta diplomim bor. O'zimni sohamni mutaxassisman. Blogosperaga ham bekordan bekor kirib kelmaganman men. Bahodir aka. Men aytgandaqa. Xuddi shu aka. Mana shu nimadan bo'ladi? O'zimni faoliyatimni 2019-yil boshlagan bo'lsam, 2019-yilda men ham bir nufuzli bir tashkilotda, nufuzli bir mansabda ishlaganman-da.
bekordan bekor kirib kelmaganmiz sohaga. Aynan bizni ham mana shu jamiyatdagi muammolar qiynaganligi tufayli men bu sohani tark etib, blogesferlarga kirib ketganman. Va sekin-sekin odamlar dardini yoritishni boshlaganman. Endi hozirgi kunda xalqimiz ishonuvchi ekan, to'g'ri. O'sha boya aytib o'tdingiz, trollar masalasida. Troll kimligini ular bilmaydi, Otabek aka. Biz bilamiz. O'shani aytaman. Bitta kiramiz, подпискасida yo закрытый profil bo'ladi, yo 10 tagina odam bo'ladi, faqatgina odamlarni o'sha insonga qarshi qayrashni boshlaydi. Oxirgi kunlarda hozir bir narsa birinchi kun taftish bilan bo'lgan bo'lsa, mana keyingi kun Jahongir akam yopishyapti-da. Lekin biz ham himoya qiluvchi, men bilmayman ularni kimligini, odamlar bor. Yozadi. Xalqimiz ham trolladi. Ular ham trolladi. Lekin xalqimiz tomonidan himoya qiladi. Hozir mana shu efirda o'tirgan trollarga ham ikki og'iz gapiraman. Sizlar ham o'sha ertalab ishga chiqib ketayotganda ishga ketolmam deb ketasizlarmi yoki yo'qmi? Hali sizlar ham tug'ilganingizda agar erkak bo'lgan bo'lsanglar, otanglar osh berganmi? Mana shu savolim bor-da. Bu qanaqa vijdon bilan gapiradi aka? Mana yo'q narsanda odamlar manipulyatsiya qilishda bu aka. Sanlar pulga yurasanlar, sanlar o'qilasanlar. Kim pulga yuradi? Endi ming bor uzr, ba'zi bir ijtimoiy tarmoqda faoliyat olib borayotgan yuristlar ham gapirib chiqibdi. Xalqni dardidan pul ishlaydi. Sen tekinga ishlaysanmi? Advokat. To'g'risida aka. Shunaqa degan yo'q. Sen tekinga ishlaysanmi? Opchiq Kim ko'rsatib pul tekinga ishlaydi? ishlayotgan. Umuman yer yuzida kim tekinga ishlaydi? Yo, to'g'risida aka, Mana shu qiziqda men o'zimni bosolmay qolaman. Deyman mana shuni kommentariy kimdir tekinga ishlaydimi o'zi? Savoldan ham ko'rinib turibdi, nega murojaatlarni pulga olib chiqasiz? Hozir asoslantiramiz. Kim tekinga ishlaydi o'zi вообще? Qayerda bor shunaqa odam? Yo, mana shuni Jahongir Yer yuzida. akaning o'zi yomon gapirib yuboradi. Men Jahongirni yomon gapirishni xohlamayman. Bahodir aka, qisqacha bo'lmasa men o'zim bildirsam maylimi? Mayli, aytib Savol bergan odam ismini bilmaysizlarmi? Mayli. Mana shu savol bergan odamga taklifim bor. Bismillah. Keling, taklifdan boshlaymiz javob berishni. Mana Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasida keling sizga men muxbirlik guvohnomasini beraman. Ishonch bildirib, buyrug'ingizni qonuniy chiqarib, siz Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining muxbiri bo'lasiz. Va O'zbekiston bo'ylab murojaatlar chiqadi. Yoningizdan kamera sotib olasiz. Yoningizdan operator olasiz. mashina olasiz. Mashinangizni O'zingiz yoningizdan benzin qo'yib, Surxondaryoga borib kelib, murojaatni o'rganib, tekinga bir tiyin pul olmasdan gastinsiyada bir kun qolasiz. Keyin bitta montajyor topasiz. O'sha ishlab kelgan, soatlab olgan videolaringizni kunlar mobaynida montaj qiladigan montajyor yuristga taklif qildirasiz. uni montaj qildirasiz va uni montaj qilgandan keyin yuristga tashlaysiz. Yurist uni ko'rib beradi, tekinga uni ham qilasiz. O'sha hozir Sardor aytdi, bir yurist chiqib gapiribdi. Tekinga hammasini tekinga qildirasiz-da. Keyin uni ijtimoiy tarmoqda o'sha megabaytlaringizni sarflab yana tekinga materialni joylaysiz. Bir oy mashaq ishlab bera olasizmi? Jon dilim bilan biz ham Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasida ham, boshqa ommaviy axborot vositalari ham tekinga xizmat qilishni xohlaymiz, lekin nimani hisobiga? Uyimizni sotib qo'yaylik. Yo haydab yurgan mashinamizni sotib shu murojaatlarga ishlataylikmi? Albatta, murojaati bor odam o'zini muammosini yechish uchun xarajat qiladi. Uni muammosi yechilishi uchun biz yonimizdan uyimizni sotib, telefonimizni sotib, kameramizni sotib bor murojaatni o'rganib kelmaymiz. Bu anaqada operatorlik qilayotganim, montajyor qilayotganim, umuman hammasini oilasi, bola chaqasi bor. Va bu bo'yicha davlat byudjetidan bizga mana senga pul murojaatlarni o'rgan yoki biron bir mart kelib, bir tadbirkor deylik, yirik tadbirkorlar kelib, aka mana 1 milliard sizga murojaatlarni o'rganing deb pul tashlab ketmaydi. Biz shuning uchun ham mustaqil ommaviy axborot vositasimiz. Televideniyada masalan O'zbekiston kanali yoki boshqa kanallarida ayrim muammolar olib chiqilishi mumkin tekinga. Lekin uni davlat moliyalashtiradi. Davlat byudjetidan pul to'lanadi ularga. Mana bu telefon ham pul, mana bu mikrofon ham pul, umuman mana o'tirgan stol stulimiz ham pul, mana bu xona ham masalan tekinga hech kim soliq to'lanadi. Bu
Endi hozir bu to'g'risida gapirsak gap ko'p og'aynilar. Marhamat. Tekinga borib bir tumanning prokurori noqonuniy harakat qilayotgan bo'lsa, yo bir tumanning hokimi umuman prezident qaroriga zid ravishda bir ish qaror chiqarib yo bir ish qilayotgan bo'lsa, fuqaroni norozi qilayotgan bo'lsa, bir ko'ringlik to'xingizni. Bir chiqing sizdan bir mard bo'lib tuman hokimi bilan yo shahar hokimi bilan bir tortishib keling yer kechasiga. Cheklanmagan miqdorda qabul qilaman. Keling. Lekin men aniq javob beraman, kelolmaysiz va bu ishlarni siz hech qachon qilmaysiz. Sizga qo'lingizga pul to'lab, pulingizni bergan taqdirda ham siz bu ishlarni qilishga jur'atingiz yetmaydi. O'sha trollarni aytaman-da. Buni ishlarni amalga oshirish uchun buni dardini eshitib, buni dardini o'zingni darding kabi qabul qilib, borib shu masalani noto'g'ri qilayotganini qaysidir tashkilot oldiga londa qilib qo'yish uchun ham jur'at kerak. Va bunga g'ayrat, kuch kerak, bilim kerak, saviya kerak. Bu o'tirib olib fikr bildirish oldin ham aytaman, har qanaqa odam qo'ldan keladi. Mana bu maydonda, yana qaytaraman. Mana bu maydonda yurib ishlash juda qiyin va har kuni qanaqadir xavf, har kuni kimdir sundan yozganmikin, tuhmat bilan yozmadimikin, boshqa bo'ldimikin deb bu azoblarni chekish uchun ham odam rag'batlanishi kerak aslida. To'g'rimi? Mana men tushuntira oldim deb o'ylayman. Taklifimizni qabul qilgan bo'lsangiz, o'sha 90lik 110 22 27 raqamiga telefon qilsangiz, biz administratorlarimiz olishadi va albatta sizni ofisimizga hurmat bilan chaqiramiz, choy qo'yib chaqiramiz. Tekinga choy beramiz, ovqatlaringizni mayli olib beramiz. Siz faqat yoningizdan uzoq viloyatdagi murojaatlarimizni o'rganib kelib, shu materiallarni montaj qilib joylab tursangiz bas. Sizni muhtojlik bilan tutamiz. Qo'shimcham borda Jahongir aka endi mayli aytmaydi shuni, aytib o'taman mana. Yaqinda ana pulga murojaat faqat qabul qiladigandek gap, lekin mana javobim siz ko'rsatmagan holatlarni siz qayerdan bilasiz? Mana boramiz Otabekka yaqinda Buxoroga bordik, to'g'rimi? Domla masalasi bo'yicha. Domla masalasi bo'yicha kirishimiz oldidan o'sha yerda nechta murojaatchi bo'lsa, hammasini murojaatini aka ommaviy axborot vositasi orqali biz keng ommaga taqdim qildik. Lekin o'sha yerda nomerimizni topib, ba'zi birlari rahmat deyishdi. Prokuror bilmas ekan. Mana olib chiqib berganimizni. To'g'ri. Yoki hokimiyatlarga borganimizda biz uni ommaviy axborot yoki kanallarimiz orqali e'lon qilmaymiz. Nechta odamni birga olib kirib ketasiz Jahongir aka? O'zingiz bilan birga. Albatta. 1 so'm pul olinmaydi u yerda. Nimaga mana shunaqa narsalarimiz biz ko'rsatmaymiz? Endi maqtanish, o'zini ko'rsatish degan narsa bo'lib qolmasin deymiz. Endi sizlar hammangiz gaplaringizni qo'shimcha sifatida aytib o'taman-da. Bizni ko'rayotganlar va alohida mana davlat organlariga ham shu jonli efir orqali murojaatimni qabul qilishlarini so'rab qolaman. Mana shunday ommaviy axborot vositalari bor. Uni ommaviy axborot vositasi ham deb bo'lmaydi. Ya'ni propaganda vositalari, ular chetdan turib mana o'zlarini qanday xohlasa, senzurasiz nima xohlasa nimasini tarqatadi. Ma'lumotlarni, xabarlarni olib tarqatadi-da. Ularni ushlab bo'lmaydi. Ular chet davlatda o'tirib ishlayapti hamma narsasini, nimalarni. Mustaqil ommaviy axborot vositalari, ya'ni byudjetdan pul olib faoliyat ko'rsatmayotgan. O'z mustaqil faoliyat ko'rsatayotgan bolalar hammasi O'zbekistonda. Bir narsani tushunish kerak-da. Bular hech qayerga qochib ketayotgani yo'q-da. Bular uchun siyli kompaniya trollarni yollab, trollar armiyasini ularni obro'sizlantirib, shu yoqqa chiqarib bir qandaydir beayparvardigarda shuni bir narsalar bo'yab, bezab, ana shu obro'sini bir tiyin qilib, shuncha qilib keyin yana katta kuch bilan kelib, mana ofislarni olib, butun apparaturasini olib, palonchi kinolarni tayyorlab chiqarish shart emas. Bunaqa shart emas. Farqini biling. Axir qarang. Har bitta organ xodimi, davlat xodimi, nafaqat organ, butun davlat tashkiloti million oylik oladi. Bloger olmaydi. Million oylik oladi, shuning uchun u ishlaydi. Unga ham o'sha organ xodimiga ham, o'sha forma kiyib yurganga ham oyligi 1 oyligini bermasangiz,
Ko'raman qanday bo'lishini. Zudlik bilan bitta ommaviy axborot vositasini tarkibida muxbir sifatida paydo bo'lib qoldi. Bunaqa juda ko'p. To'g'risini aytaman-da. Shikoyati bilan chiqadi. To'g'risi. Prosta bu yerda yana keyin bular pul olibdi deydi. Ya bir belgilab qo'yinglar bunaqa bir nizomini chiqarib, qanday tartibda oladi bu? Misol uchun men hali yana gapimga qaytaman. Shunaqa ko'p tadbirkorlik faoliyatlarini ko'ramizda, birontasi bir konkret mana bozorlarga kirasiz, boshqa joylarga juda ko'p men aytaman. Hech qanaqa terminal orqali yo bank hisob raqami orqali olmaydi-da. Naqdda oladi yo chek bermaydi. Juda ko'p bunaqa faoliyat. Men misol keltirib o'tirmayman, hamma biladi buni. Lekin hech kim firibgarlikda yo tovlamaslikda ayblanmaydi-da. To'g'risida u narxni misol uchun yaqinda mana dori darmonga ham mana to'g'ri nazoratlar boshlandi, lekin shungacha xohlagan narxini qo'yib sotayotdi-ku. To'g'rimi yo'qmi? Xohlagan narxini qo'yib. Misol uchun mol bozoriga chiqsang ham xohlagan narxini qo'yib sotadi. To'g'ri. Siz belgilab bera olmaysiz uni. Shunaqa. Любой bir dehqonchilik, poliz ekinlar deymiz, boshqa deymizmi? Любой xohlagan narxini qo'yib sotyapti-yu. Sotib oluvchi xohlasa oladi. Xohlasa olyapti, xohlamasa bu ham xuddi shunday talab va taklifdan kelib chiqayotgan bu blogosfera o'zidan o'zi paydo bo'lmayapti. Sababi fuqaroni oy tarmoqlar orqali prezidentga yetkazish maqsadida fuqarolar chiqib blogerga taklif qilyapti reportaj tayyorlashga. Bloger keyin borib ishlayapti. Agar shunaqa yoki hayvonlarni reklama qiladigan bo'lishi mumkin. U ham prosmotrdan pul oladigan, u mizerniy pul. Unga ishlamaydi hech kim hozir. To'g'risida. Lekin men aytmoqchimanki, men bir narsa aytmoqchiman. Organlar o'zini o'rnini bilish kerak. Ya'ni ular davlat byudjetidan falon pul olyapti. Ya'ni xalqimiz to'layotgan soliqdan shakllangan byudjet hisobi. Ularni butun faoliyati qonun bilan belgilab qo'yilgan. Ularni daxlsizligi ham hamma narsasi belgilangan ularning. Yeydigan ovqatigacha, kiyadigan kiyimigacha, yashaydigan kvartirasigacha, hamma narsa, keyingi pensiyasigacha hamma narsa ta'minlangan. Blogerda u narsa yo'q. Bloger bir oddiy odam, даже ko'pchiligining 90% aytyapman. Oliy ma'lumoti yo'q. Ular borib shunaqa yurak qilib borib shu murojaatni reportaj qilib tayyorlab beryapti. Rahmat deyish kerak. Xato qilayotgan bo'lsa, juda borib qafasga tiqish emas. Bolam yo'q-ki. Sen mana shunda xato qilding. Isbotlatdi qonuniy. Ogohlantirish. To'g'rimi? Rasmiy ogohlantirish qonuniy prokuror ogohlantirishini qiladimi? Yo ichki ishlar ogohlantirish qiladi, rasmiy ogohlantirish ber. Shundan keyin ham shunaqa narusheniya qilsa, keyin albatta u jazo qo'llasa bo'ladi unga. Sababi uni faoliyatini reglamentga soluvchi normalar hali mukammal ishlab chiqilgan emas. Tan olish kerak-da. Yana uni aybdor qilib firibgar to'lamachida tiqish noto'g'ri deb o'ylayman. Noto'g'ri. O'zbekistonning ichida turib tanqid qilyaptimi? Demak, ichida turib tanqid qilyapti. U chekkadan turib tosh otmayapti ayrim birovlarga o'xshab. O'zbekistonning ichida turib, mana efirga chiqib, o'zi gapirib nima qilyapti? Hech qanaqangi bir sun'iy intellekt bilan yuziga bunaqa ayollarning kiyimini kiydirib bilan o'ynamayapti u. U haqiqatda o'zi jonli efirda. Yoki bir tekstni yozib olib gapirmayapmiz. Mana ichimizdan chiqib otilib chiqayotgan vulqonga o'xshab otilayotgan shu gapni aytyapmiz. Fikrimizni aytyapmiz. Men aytmoqchimanki, bir organlar bilan mana bu blogerlar o'rtasida qandaydir bir hamkorlikmi yoki bularni bir jamoatchilikka yig'ib, misol uchun nodavlat tashkilot qilib shu organlar bilan o'zaro bir qandaydir nimasini hamkorligini nimaga yo'lga qo'yish kerak. Sababi men boryapman mana guruhlar bilan misol uchun kadastrdan bir hujjat so'rayapman, bermayapti. Bunda shaxsga doir ma'lumot bor, boshqa misol keltiraman. Yo boshqa bir bloger bo'lyapti, yana bir narsani aniqlik ketmoqchi, Toshingni ter degan kitobni o'qiyapti, misol uchun. Misol keltirib aytyapman. Aynan bir epizodga qaratmanglar fikrni. Misol keltirib aytyapman. Va hokazo, birovlar aytyapti, shu borsa misol uchun boryapti-da, qo'lini qayirib olib kirib, ishtondan ko'tarib olib borib qamayapman Elyor Tojiboyevga o'xshagan. Meni tomimdan nima qilib yuribsan
degan savoliga qo'lini sindirib turib, olib borib tiqib, yana bir 20 ta deloni qilib, 12 ta 15 ta epizod qilib qamashyapti. Haligacha 1 yil bo'ldi sudi bo'lgan. Yaqinda bir holat bo'yicha ham bir misol uchun murojaatchini tekstini ichidan bir so'z uchun 1 yil sudlashaverdi. Murojaatchining tekstida shu tekstdagi gaplar rostmi yoki yolg'onmi degan savol berganimiz uchun 1 yil sudlashaverdi. Zo'rg'a qutulib oldi. Albatta. Bizga kelganda hamma narsa mumkin. Haligi nima qilib tashaveradi? Topib, boshqa qilib, ularga kelganda даже rasmiy javob ham berishmaydi. Ayrim joylarda bizni haqorat qilgan joylarni biz yetkazganimizda javob ham berishmaydi. Muddatlar ham o'tib ketadi. Shunaqa narsa. To'g'ri, adolat bo'lish kerak-da. Adolat. Xuddiki bilasizlarmi nima bo'lyapti? Hurmatli organdagi aziz azamatlar, aziz do'stlarim, hamma sizlar bizga dushman emassizlar. Sizlar bizni nima raqiblarimiz ham emassizlar. Biz bir narsa, bir bayroq ostida O'zbekistonimizni gullab yashnash uchun ishlayotgan odamlarmiz, fuqarolarimiz O'zbekiston. Sizlar taroziga solinglar, blogerni holati bilan o'zlaringizni holatlaringiz. Sizlar minglab odamsizlar. Milliardlab byudjetdan pul olasizlar. Bloger u hech kim emas aslida. U hech qanaqa byudjetdan pul olmaydi, mehnati bilan topadi. U o'zini xavf ostiga qo'yib o'sha borib tashkilotlarga kirib eshik taqillatib kiradi. Mana bu fuqaroni murojaati bor, shuni aniqlik kiritmoqchi bo'ladi. Unga yordam beringlar. Blogerning xatosi bo'lsa, o'sha yerda olib kirib aqlli bo'lsang, o'sha yerda xatosini ayt. Nima keragi bor? Janjallashib, urishib bu bilan. To'g'rimi yo'qmi? Davaydi bir nima deydi? Ochiqlik bo'lsa, ochiqlik bo'lsin. Prezidentimiz yaqinda aytdilar mana shu murojaatnomasida. Endi ortga qaytish yo'q. Endi ochiqlik siyosati yanada jadal ravishda faoliyatini yanada rivojlantiramiz. Ochiqlik siyosatiga qarshilik qilgan, vatanga xiyonat qilgan bo'ladi degan gaplarni, shu mazmundagi gaplarni gapirishdi. Kelinglar prezidentimizni tashabbuslarini to'g'ri tushunish qanaqa e'tiroz bildirayotganimiz yo'q. Yondan uchatish. Biz bir 6-7 ta odamni minglagan, milliardlagan byudjetga ega tashkilot haqiqatan qum qilib uchqizib yuboradi, ezib tashlaydi. Biz hech qanaqa sizlar bilan kuch sinasha olmaymiz. Biz tan olamiz bu narsani. Lekin kelinglar bunaqa adolat bo'lsin. Unchalik qo'rqish kerak emas bizdan ham. Kelinglar biz bilan birga efirga chiqinglar. Xatomizni mana shu yerda aytinglar bizga. Kerak bo'lsa. Efir, jonli efirga bemalol qaysi organ bo'lsa ham. Kelinglar birgalikda o'tirib efirda xatolarimizni aytinglar. Gap bo'lishimiz mumkin. Bo'ynimizga olamiz, tan olamiz. Lekin iltimos sizlardan so'z erkinligi mana prezidentimiz tomonidan qilingan tashabbusga to'sqinlik qilmanglar. Rivojlantiringlar, faoliyatimizga ko'maklashinglar, to'g'ri yo'lga boshlanglar. Biz ham to'g'ri yo'ldan ketamiz. Belgilar beringlar, to'g'rimi yo'qmi? Albatta Bahodir aka. Qo'shimchalar bo'lsa bemalol. Rahmat fikrlaringiz uchun. Qadrli do'stlar, bugungi efirimizda mazmunan gapirishimiz kerak bo'lgan, aytishimiz kerak bo'lgan so'zlarimiz shulardan iborat edi. Yakun o'rnida, xulosa o'rnida bir narsani aytmoqchiman. Biz jurnalistlar, biz blogerlar boshqa sohalar kabi birlashishimiz kerak. Hammadan ham xatolar o'tadi, qanaqadir kamchiliklar o'tishi mumkin. Hamkasbim qachon xato qiladi deb kutib o'tiradigan insonlar ham, hamkasblar ham bo'lishi mumkin. Aksincha, demak, mana shu jipslashib, mana shu sohani birgalikda yuksaltirishimiz, birgalikda mana shu bir yo'lda davom etishimiz kerak nazarimda. Chunki masalan bloger, oliy ma'lumotli jurnalist bu narsani haligi ajratish u to'g'ri yo'nalish emas. Masalan shaxsan men oliy ma'lumotli jurnalistman, lekin tan olib aytishim kerakki, ko'p jurnalistlar qila olmayotgan, demak, sohalarni qila olmayotgan ishlarni blogerlar qilyapti. Agar bloger degan so'z jurnalist degan so'zdan ko'ra ko'proq taniqli. Shuni o'zidan ham mazmunan bilish mumkin. Ya'ni mana masalan men shaxsan oliy ma'lumotli jurnalistman, lekin tan olaman
blogerlar bugungi jamiyatdagi muammolarni to'g'ri ko'tarib chiqyapti, yechim berishga harakat qilyapti va kerak bo'lsa advokatlar, yuristlar qila olmayotgan ishlarni qilib o'sha yechim berishga uringan, yechim berayotgan holatlarni juda ko'p ko'ryapmiz, guvohi bo'lyapmiz. Umuman kelinglar shu soha vakillari biz birlashaylik, aybimiz bo'lsa o'zaro gaplashgan holatda o'sha kamchiliklarimizni bartaraf etaylik. Yakun o'rnida aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Blogerlar ham qo'shimcha sifatida aytib o'taman so'z oxirida. Blogerlar ham haligi bir-birini haligi atvet, men mana senga atvet, u keyin bu chiqadida bu menga mana shu ahmoqona ish. To'g'risi. Aziz do'stlarim, biz hamkasbmiz. Agar siz dushman bo'lsangiz ham bloger hamkasb bir-birlaringizni ijtimoiy tarmoqda bir-birlaringizni obro'sizlantirmanglar. Qayerda ko'rgansizlar yoki organ xodimi bir-birini ijtimoiy tarmoqda obro'sizlantirgan. Qayerda ko'rgansizlar boshqa bir tashkilot. Agar ikkovi dushman bo'lsa ham ijtimoiy tarmoqqa chiqib bir-birini razbor qilmaydi. Ular o'qigan, tarbiya ko'rgan, esli hushli odam. Agar ikkovi urushsa, albatta boshqa bir organ xodimi keladi, ikkovini baribir ajratib yarashtirib qo'yadi. Sababi sizlar bir narsani tushuninglar, ijtimoiy tarmoq orqali bir-birlaringizni haqoratlab, kamchiligingizni aytishingiz bu blogerlik nafaqat o'zingizga, butun bloger sohasiga, blogosferaga otilayotgan tosh bo'ladi. O'zingizga otyapsiz toshni. Shuning uchun iltimos qilib aytaman, taklifim bir-birlaringiz bilan urushmalaringiz. Agar kim bir-biriga gapi bo'lsa, e'tirozi bo'lsa, marhamat kelib yuzma-yuz uchrashsalar ham bir-birlaringiz bilan e'tirozli gaplar o'tgan bo'lsa efirda xatolashib ketishingizni so'rayman. Lekin mendan atvet deb prosmotr yig'adigan haligi ahmoqona ishlarni qilmanglar, iltimos qilaman. Rahmat. Yana keling efir tugatishdan oldin bitta fikrim. Men hozir ko'pchilik aytishi mumkin. Men o'z ijtimoiy tarmoqlar orqali bironta ijtimoiy tarmoq faoli bilan shu vaqtgacha tortishmaganman, urushmaganman, yo'q bir narsa demaganman, lekin shu kommentariyalarda ham hozir yozilayotgan bo'lishi mumkin. Abror Muxtor Ali bilan mana yaqinda bo'lgan tortishuvimiz bo'ldi. Buni yagona sababi nima uchun ijtimoiy tarmoq orqali chiqish bo'ldi? Birinchidan men uzoq safarda edim. Ikkinchidan meni shaxsiyatimga taalluqli gap bo'ldi. Masalan, men Abror Muxtor Aliga hech qanaqa adovatim ham, boshqam ham yo'q, bir oldindan o'ylab yurgan bir rejam ham yo'q. Omadini bersin, o'zini yo'nalishida egasi, aynan men bu deylik nima besoqol bozlarga yo'q o'sha dinni boshqacha talqin qilayotgan ayolman va u masalada hurmat qilib yaxshi ko'rib fikrlanaman. Kuchli mutaxassis. Lekin aynan mana bu holatda bizni shaxsimizga doir, ya'ni dayus degan bir so'z ishlatilgani uchun jahlimiz chiqib bu narsadan biz efir qilib javob qildik. Bunda agar qanaqadir bir ko'ngil xiralik bo'lgan bo'lsa, bundan ham uzr so'raymiz, masala yo'q. Lekin biz do'stmiz, biz hech qanaqa bir stoykamiz yo'q. Mana shu odamga qarab, men shuni mashaq qilaman, men buni sharmanda qilishim kerak degan bir qasdlashuv yo'q bizda. Ularni ham omadini bersin, mana shu ateistlarga nisbatan, yo'q shu deylik besoqolbozlarga nisbatan, boshqalarga nisbatan qilayotgan xayrli ishlarida omad tilaymiz va bu ishlarda biz ham ularga madadkormiz. Lekin mana bu holatlarda iltimos sal ehtiyot bo'lib yondashlar. Yana ko'rish nasib qilishini Allohdan so'raymiz. Yana bir holatni aytib ketmoqchi edim. O'sha aynan ijtimoiy tarmoqda qanaqadir bizga e'tirozingiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat o'zimizga chiqing, yuzimiz gaplashaveramiz hamma narsani. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Tez orada va yaxshiliklarda ko'rish nasib etsin. Salomat bo'ling. Qayerda ko'rgansizlar? Yo, men o'sha